Xitoy hukumatı 2000 yillardan boshlab Xitoyning o'lkalarida Uyg'ur o'quvchilarni tarbiyalashni maqsad qilib ochgan atalmish Xinjiang sinfi haqida yangi ma'lumotlar o'ttirg'i chiqdi. Rosholman institutida Xitoy haqida tadqiqot olib berayotgan professor Timosi Gross tayyorlagan va Hong Kong instituti nashr qilgan atalmish Xinjiang sinfi Uyg'ur kimligining dinamiklari nomli kitobida atalmish Xinjiang sinfi haqida muhim uchurlar berilgan. Xinjiang sinfining xizmat yig'ini xulosasi va Xinjiang sinfi ma'muriy tartibi nomli ikki hujjatga asoslangan kitobda Sharq Turkistondan tanlanib Xitoyga ilib berilgan Uyg'ur o'quvchilarni atalmish Xinjiang sinfi orqali kompartiyani himoya qiladigan, Xitoyni suyadigan, sotsializmni tanlagan va Xitoy ishg'olini oqlaydigan bir avlod Uyg'ur yosh yetishtirib chiqish maqsad qilinganligi ilgari surilgan. Lekin tadqiqotchi atalmish Xinjiang sinfi va Xitoyning muarif plani ustida ilib borgan tadqiqoti natijasida bu sistemaning mag'lub bo'lganligini o'ttirg'a qo'ygan. Uyg'ur o'quvchilarning ko'pinchisining atalmish Xinjiang haqidagi darslarni yoqtirmaydiganligi, bu jarayonda Xitoy kompartiyasi maqsad qilgan ming yosh maqsadiga yetmaganligi, Uyg'ur o'quvchilarning bu maktablarni turmaga o'xshatganligi bayon qilingan. Birleşken Devletler Teşkilatı qatarlıq xalqaralıq təşkilatlarda Xitoyning zulmiga uchrayotgan Uyg'urlarga vakillik qilgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqina esa Turkiyaning Qaror televiziya kanalining ziyoratini qabul qildi. Dolqina esa Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilik siyosatini tushuntirib, Amerikaning Beijing hukumatiga qaratgan jazo qarori va islom dunyosidagi jimjitlikka baho berdi. Xitoyning Sharq Turkistondagi irqiy qirg'inchilikni yoshirish uchun dunyo va Turkiyadagi axborot vositalarini setib olish yo'lini tutganligini bildirgan Dolqina esa Xitoy yiliga 15 milliard dollarni tashviqot uchun xarjlaydi dedi. Sharq Turkistonda Xitoyning ta'qib qilishidan qochib Beijingga o'rinlashgan, ammo u yerdami besimga uchrab Turkiyaga kelgan, ondan Germaniyaga ketishga majbur bo'lgan Dolqina Isaning hayoti 10 minglagan Uyg'urlarning kechirmishini yig'inchoqlagan. Xitoyning bosh shtab boshlig'i Li Zuochang mundaq dedi. Agar Xitoy bilan Tayvan o'rtasida tinch birlikka kelish ishga oshmasa, mustaqilchilar bo'lgunchilik harakati bilan shug'ullansa, Xitoy ularning bo'lgunchilik suiqasdi va harakatini tarmar qiladi. Bosh shtab boshlig'i Li Zuochang poytaxti Beijingdagi Cho'ng xalq saroyida bo'lgunchilikka qarshi turish qonunining 15 yilligi munosabati bilan bayonot e'lon qildi. Tayvanning Xitoyning ichki ish ekanligini, chet el kuchlarning har qanday shaklda aralashishga yo'l qo'ymaydiganligini aytgan Li, o'zlarining qurol ishlatishni to'xtatadiganligini va'da qilmaydiganligini va barliq zarur tanlashlarning ustal ustida ekanligini aytdi. 2016-yili Tayvanda hokimiyat beshiga chiqqan Tsai Ing-wendan keyin ikki taraf munosabati to'xtab, Tayvan rahbari mustaqillikni tashabbus qilish siyosatini davomlashtirdi. Beijing hukumati orolga bo'lgan pozitsiyasini texmo kuchaytirdi. Amerika prezidenti Donald Trump Oqsaroyda o'tkazgan axborot e'lon qilish yig'inida Amerikaning Dunyo sog'liqni tashkiloti bilan munosabatini uzadiganligini e'lon qildi. Trump bayonotida bugun Dunyo sog'liqni tashkiloti bilan munosabatimizni uzimiz va bu tashkilotga ta'minlab kelayotgan mablag'imizni boshqa dunyoviy sog'liq organlariga yetkazamiz dedi. Trump mundaq dedi. Xitoy hukumatining suiiste'mol qilishi sababidan dunyo azob oqibat chekyapti. Xitoy 100 mingdan ortiq Amerikalikning joniga zomin bo'lgan dunyoviy yuqumning tarqalishini keltirib chiqardi. Donald Trump so'zida yana Xitoyning Dunyo sog'liqni tashkilotiga besim ishiltib, Wuhan virusi to'g'risida dunyoni qaymoqtirganligini o'ttirg'a qo'ydi. U Xitoy xalq qurultayining Hong Kongga aloqador talash tortishidagi davlat bexatarlik qonunini tasdiqlashini fojia deb tasvirladi. Trump Amerikaning Hong Kongga bo'lgan savdo imtiyozini oxirlashtirganligini aytdi. Yevropa ittifoqining tashqi munosabatlar va bexatarlik siyosatining yuqori darajalik vakili Borrell Xitoy xalq qurultayida ma'qullagan Hong Kong davlat bexatarlik qonunidan andish qilamiz, ammo Beijing hukumatiga qartilgan jazo kun tartibimizda emas dedi. Josep Borrell sin yig'ini orqali o'tkazilgan Yevropa ittifoqining rasmiy tashqi ishlar ministrlari uchrashishdan keyin muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazdi.
Boril yig'inning asosli qurilmasining Xitoyning yangi bexatarlik qonuni ekanligini ko'rsatib, Yevropa ittifoqining Beijing hukumati bilan bo'lgan munosabatining ko'p taraflamalik ekanligini ta'kidladi. Boril Xitoy ham bizning ittifoqdoshimiz, ham raqibimiz dedi va taraflarning sheriklik munosabati yer shari xarakterli xirslariga taqobil turishda intayin muhim deb ko'rsatdi.